Peterning tarixida birinchi marotaba 17 ta hindistonlik dvorniklar ishga chiqdi. Mehnat muhojirlarini uyga pul yuborish tizimiga o'zgartirish kiritadigan qonun Dumadan o'tmadi. Millatchi deputat Lugavoy Rossiyada mehnat muhojirlariga faqat bitta bank kartani qoldirishni taklif qildi. Vladimirda mehnat muhojirlarini kafelarini yondirib yubormoqchi bo'lgan shaxslarni qo'lga olishdi. Moskvada 1 milliondan ko'p mehnat muhojirlar Amin ilovasini yuklashgan. Rasmiy ma'lumot. 2026-yilda Rossiyaning eng arzon to'lovli hudud aniqlandi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 28-dekabr va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. 2025-yil jarayonida Rossiya fuqaroligini olgan shaxslarning soni 30% ga kamaygan. Bu ma'lumotni Rossiyaning Ichki ishlar vazirligi chiqarib berdi. Bugungi kunda Rossiya fuqaroligini olish bo'yicha birinchi o'rinda tojikistonliklar, ikkinchi o'rinda qozog'istonliklar, keyin Ukraina, Armeniya va 5-joyda O'zbekiston. Esingizda bor bo'lsa, 1-2 yil oldin aynan o'zbekistonliklar Rossiya pasportini olish bo'yicha birinchi joyni egallab kelayotgan edi. Hozir esa hammamiz tushuntiribmiz, Rossiya fuqaroligini olish uchun juda ham ko'p har xil yangi talablar qo'yilmoqda. Nafaqat hujjatlar masalasi, balki harbiy xizmatga tegishli ham har xil talablar qo'yilmoqda. Kimdir Rossiyada bu yangilikka xursand bo'lishi mumkin. Mana qaranglar, kamroq odamlar Rossiyaga kelmoqda, kamroq pasportlar beryapmiz. Lekin sal-pal saviyasi bor odamlar tushunyapti. Rossiyani demografiyasi juda ham og'ir vaziyatda. Aholi qarayapti, qisqarmoqda. Bu tomonda Ukraina bilan bo'layotgan vaziyat hech to'xtamayapti. Rossiya iqtisodiyotiga odamlar kerak. Lekin shu millatchilar deb shu 2025-yil o'zida 30% ga kamroq odamlar Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan. Va bu siyosat davom etsa, 2026-yilda ham vaziyat shu ijobiy tomonga o'zgarmaydi. 2025-yil doirasida Moskvada 1 milliondan ko'p mehnat muhojirlar Amin ilovasini yuklashgan. Bu haqida Moskvaning hokimi Sobyanin rasmiy ma'lumot berdi. Aynan Amin ilovasi Moskvadagi registratsiya tizimining o'rniga ishga qo'yilgan va hozir patent olasizmi, ishga joylashasizmi, agarda telefoningizda Amin ilovasi yo'q bo'lsa, sizni Moskva hududida hech kim ishga olmaydi. Agarda shu Amin ilovasini telefoningizdan o'chirib yuborsangiz, unda siz reyestr kontrolyor muxlisiga tushib qolishingiz hech gap emas. Amin ilovasini ishlatgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz meni ko'rayotgan bo'lsa, kommentariyada o'z tajribangiz bilan bo'lishinglar. Shu Amina mehnat muhojirlarining hayotini Moskvada osonlashtirdimi yoki qiyinlashtirdimi? Kommentariyada yozinglar. Va albatta, 2025-yilda eng ko'p mehnat muhojirlarga yordam bergan ilova bu Rosmigrant ilovasi. Aynan Rosmigrant ilovasi orqali siz Rossiyada o'z qarzlaringiz, sud ijrochilari tomonidan qo'yilgan zapretlar, patentingiz va boshqa berilgan hujjatlarni amal qilishi, GAI va MVD tomonidan qo'yilgan shtraflar va hokazo ma'lumotlarga siz ega bo'lishingiz mumkin. Haligacha ham shu Rossiyada eng kerak bo'lgan Rosmigrant ilovasini yuklamagan bo'lsangiz, yuklab olinglar. Videoni opisaniyasida bo'ladi va hozir shu yerga ham silkani chiqarib qo'yamiz. Keyingi yangilik Peterdan keldi. Bu yerda o'tgan haftada shu Peterning tarixida birinchi marotaba 17 ta hindistonlik dvorniklar ishga chiqishdi. Rasmiy ma'lumotga binoan ular ishga chiqishdan oldin shu o'z vatanida stajirovkadan o'tgan, rus tilini o'rgangan, Rossiyaning yo'l harakatlarini o'rganib chiqqan va bundan keyin shu dvornik ish joyiga olingan. Peterning hukumatining rasmiy ma'lumoti bo'yicha bunday harakatlar bu eksperiment. Degani hindistonliklarni shu o'zbek tojiklarning o'rniga ishlatib ko'rishga qaratilgan. Va agarda bu eksperiment o'zini yaxshi tomondan, ijobiy tomondan ko'rsatsa, kelajakda hindistonlik dvorniklarning ko'payishi hech gap emas. Lekin keling to'g'risini aytamiz. Mening fikrim bo'yicha hozir shu yangilikni ko'rayotganlar ichida shu JKX sohasida ishlab kelayotgan bizning aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bor. Nima deb o'ylaysizlar? Shu hindistonliklar Rossiyaning sovuqlarida ishlasha oladimi? Ular -40 ta chiqib, kamida 3-4 soat ko'chada ishlashga tayyormi? Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan bu yangilikda shu 17 ta dvornikni olib kelib ishga joylashga qancha pul ketganligi haqida ma'lumot berilmagan. Agar bu ma'lumotlarni biz o'rganib chiqsak, bu birinchidan Hindistonda bularni topish, kurslardan o'tkazish
undan keyin aviabiletlarni, chiptalarni olib Rossiyaga olib keltirish, hostelga qo'yish, har xil rasmiylashtirish hujjatlarini ish beruvchi o'ziga oladi. Bu degani bu dvorniklarning narxi mening fikrim bo'yicha juda ham qimmat. Xullas, kelajakda bular o'zbek tojiklardan yomonroq ishlaydi va ularni ishga jalb qilish qimmatroq bo'ladi. Bu degani kimnidir millatchilik siyosati uchun ish beruvchilar ko'proq to'lash kerakmi? Albatta yo'q. Chunki Peter, Moskva yoki boshqa katta shaharlarning mahalliy aholisi bunday Hindistondan dvorniklarni olib kelib ishlatishga, menimcha to'lashga tayyor emas. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Keyingi yangilik Astrakhanskiy oblastida yashayotgan aka-ukalarim, opa-singillarimizga tegishli. Astrakhanskiy oblastining hokimining rasmiy ma'lumoti bo'yicha 2026-yilda mehnat muhojirlar patent asosida Astrakhanskiy oblastida na taksi, na gruzoperevozkalarda ishlashga endi haqli emas. Astrakhanskiy oblastining hokimining rasmiy ma'lumotiga binoan bunday choralar Astrakhanskiy oblastning xavfsizligini oshirish uchun qabul qilinmoqda. Uning so'zlari bo'yicha mehnat muhojir taksistlar, dastavkada ishlaydigan mehnat muhojirlar, ular shu Astrakhanskiy oblastining xavfsizligiga bir qandaydir tahdid ko'rsatmoqda. Lekin albatta bu quruq so'zlar, hech qanday rasmiy statistika berilmagan. Bu degani bu qaror ham 100% siyosat, hech qanday iqtisodiyotga yoki xavfsizlikka tegishli joyi yo'q. Odatdagi meni Astrakhanskiy oblastdan ko'rayotgan vatandoshlarimiz bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday? O'tgan hafta bir yangilik bo'ldi. Bu yangilikka binoan shu millatchi deputatlar Dumaga bir qonunni kiritishdi. Bu qonunga binoan mehnat muhojirlar Rossiyadan uyga pul yuborayotganda ular faqat rasmiy olgan oyliklarini yuborishga haqli bo'lishardi. Bu degani pulni yuborayotganingizda siz bu pullarni qonuniy topganligingiz haqida har bir pul yuborayotganingizda tasdiqlab berishingiz shart edi. Va mana Xudoga shukr, bu haftada bu qonun ko'rib chiqildi Dumada va natijada bu qonun qabul qilinmadi. Dumaning rasmiy ma'lumoti bo'yicha, agarda bunday qonun kiritilganda, unda mehnat muhojirlar Rossiyada shu bor bank tizimlari orqali emas, balki nelegal pul yuborish xizmatlari bilan foydalanishni boshlardi. Va bu to'g'ri gap. Bitta narsani tushunmayman. Shunday qonunlarni kiritayotgan deputatlar salpal maktabda o'qiganmi? Qanday qilib shunday saviyasi past odamlar Dumaga tushib qolgan? Siz nima o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Saxovat fondiga men o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Biz Saxovat fondi va Bahrom Ismoilovga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlardan yordam, Saxovatdan yordam so'radik, ya'ni Bahrom Ismoilovdan yordam berdilar. Bilohina klinikasida davolatyapmiz. Yordam berishdi. Bahrom Ismoilovga men kattakon rahmat aytaman. Bizdan saraton kasalligiga uchraganligi uchun Saxovat fondidan birinchi kursda olishimda yordam berishdi. Kattakon rahmat. Saxovat fondi juda kuchli yordam berdi menga. Rahmat sizlarga. Shu Mir privilegiya orqali uyga pul yuborganlarga men rahmat demoqchiman. Aynan siz pul yuborganingiz uchun va promokod o'zbek terganingiz uchun biz shuncha odamlarga yordam berishga imkoniyatga ega bo'ldik. Katta rahmat va 2026-yilda Mir privilegiya banki bilan foydalanishni davom etinglar. Yana bir millatchi deputat Lugavoy Dumaga bir qonunni kiritdi. Bu qonunga binoan Rossiyada mehnat muhojirlarining qo'liga faqat bitta bank karti berilishi mumkin. Uning so'zlari bo'yicha, agar chet el fuqarolariga, mehnat muhojirlariga faqat bitta karta berilsa, unda nazorat harakatlarini ham ancha osonlashtirsa bo'ladi va mehnat muhojirlarining hamma pullari bitta joyda bo'ladi. Mening fikrim bo'yicha bu qonun Dumadan o'tmaydi. Nimaga desangiz, Rossiyada juda ham bir kuchli mafiya bor. Bu mafiya bank sektori deyiladi. Bilasizlar, Rossiyada juda ham ko'p har xil banklar bor. Sberbank, VTB, Alfa Bank, Tinkoff va bu taklif bilan bu millatchi deputat birinchi bo'lib ularning biznesiga katta minus qilmoqchi. Bunday harakatlarga hech kim unga ruxsat bermaydi. Bu oddiy mehnat muhojirlarini qo'rqitish emas. Bu Rossiyaning bank tizimi milliard dollar topadigan sohaga zarar keltirishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu g'oya ham Rossiyada o'tmaydi. Lekin shu deputat Lugavoy millatchilar yonida o'z ochkolarini yig'di. Keyingi yangilik Respublika Altaydan keldi. 2026-yildan boshlab chet el fuqarolar patent asosida endi Altayda
taksi va kuryerskiy dostavka sohalarida ishlasha olmaydi. Bir necha oy oldin shu Respublika Altayda yana bir nechta sohalarda taqiqlar kiritilgan edi. Eslatib o'taman, bu ta'lim sohasi, tibbiyot sohasi, gostinitsa va turizm sohasi. Respublika Altayning hukumatning rasmiy ma'lumoti bo'yicha shu mehnat muhojirlar taksi va dostavka sohasidan ketsa, ularning joyiga shu Respublika Altayda yashayotgan studentlar chiqishi mumkin. Xullas, meni ko'rayotgan kuryerlar bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar, nima deb o'ylaysizlar? Sizga o'xshab shu studentlar chiqib ishlasha oladimi? Rossiyaning odamlarni haq-huquqlarini himoya qilish kengashining raisi Valeriy Fadeyev mehnat muhojirlarini bolajonlarni maktabga olish yoki olmaslikni maktablarga qoldirishni taklif qildi. To'g'risi bu akamiz haqida yangiliklarni o'qib men charchab ketdim, chunki har oy aynan mehnat muhojirlarini bolajonlarga tegishli har xil bo'lgan-bo'lmagan qonun takliflarini aynan shu akamiz kiritmoqda. Birinchi bo'lib aynan shu akamiz mehnat muhojirlarini bolajonlarini olmaslikka tegishli takliflarni kiritgan. Undan keyin shu imtihonlarni kuchaytirishga tegishli qonunlar kiritdi va natijada mehnat muhojirlarini bolajonlari maktabga kira olmagandan keyin bu vaziyat haqida prezidentga ham yetib borgandan keyin oddiy deb aytganimizda u imtihonlar orqali emas, balki maktablarni o'ziga mehnat muhojirlarini bolajonlarini olishlik yoki olmaslikni qoldirishni taklif qilmoqda. Ha, aynan shunday tizim Rossiyada 30 yildan ko'p bundan oldin qo'llangan edi. Lekin bundan keyin shu Fadeyev va boshqa millatchilarga o'xshagan shaxslar paydo bo'ldi va o'zining bir g'alati g'oyalarini kiritishdi. Natijani ko'rdik hammamiz. Mana endi ilgari yaxshi ishlab kelayotgan tizimni yana orqaga qaytarishmoqchi. Xullas, yana bir marta hammamiz guvoh bo'ldik, qanchalik shu millatchilarga yoqaman deb qonunlarni o'ylamasdan qabul qilinsa, qanchalik shu davlatga, odamlarga, aholiga bunday qarorlar zarar olib kelishi mumkin. Rossiyaning Oliy sudi shu mehnat muhojirlarining Rossiyada haq-huquqlariga tegishli bir muhim qaror qabul qildi. Bu qarorga binoan endi Rossiyadan mehnat muhojirlarini deportatsiya vidvoreniya qilish uchun rasmiylashtirilgan ma'muriy protokol boshqa kerak emas. Bu degani ilgari MVD yoki sud tomonidan chet el fuqaroni Rossiyadan deportatsiya qilish yoki unga nisbatan zapret qo'yish uchun ma'muriy protokollar kerak bo'lgan. Endi esa ichki ishlarni bazalarida, bu degani reyestrda chet el fuqaroga nisbatan ma'lumotlar bor bo'lsa, bu degani patent annulirovani yoki o'z vaqtida Rossiyadan chiqib ketmagan, shu ma'lumotlar asosida endi Rossiyaning vakolatxonalari chet el fuqarolariga nisbatan zapret vidvoreniya deportatsiya qo'llashga haqli bo'lishdi. Bir tomondan Rossiyada bu kimgadir shu politsiyani, sudlarning ishini osonlashtirishga qaratilgan yangilik deb o'ylash mumkin. Mening fikrim bo'yicha bu birinchi bo'lib Rossiyaning odamlarni haq-huquqlarini himoya qilish tizimiga salbiy yangilik desak bo'ladi. Bu degani Rossiyada shu chet el fuqarolariga nisbatan repressiv apparat kuchaymoqda va 2026-yilda vidvoreniya deportatsiyalar bu yilga qaraganda ancha osonlashtiriladi. O'tgan yilidek qog'ozlarni yig'ib, protokollarni hammasini bir tartibga keltirib sudga olib borish kerak bo'lmaydi. Shu bazaga odam tushib qoldimi? Значит, unga nisbatan vidvoreniya deportatsiya qo'llansa bo'ladi. Lekin hech kim aytib o'tmadi. O'tgan yili minglab odamlar bu bazalarga xato bilan tushib qolgan va aynan yurist advokatlar sudga borib, sudda bu xatoligini isbotlab berishgan. Masalan, bizning Sovetnik yuridik idoramiz orqali 2025-yilning o'zida yuzlab odamlar noqonuniy vidvoreniya deportatsiyalardan saqlanib qolishdi. Endi esa advokatlarga, yuristlarga ham sudlarda mehnat muhojirlarini himoya qilish ancha qiyinlashtiriladi. Imkoniyat bilan foydalanib eslatmoqchiman do'stlar, sizga nisbatan bir qandaydir nohaqlik bo'lgan bo'lsa yoki sizning hujjatlaringiz noqonuniy ravishda annulirovан bo'lgan bo'lsa, bizning Sovetnik idoramizga murojaat qilinglar. Hozir ekranda nomerlar chiqadi. Bundan tashqari videoni opisiyaniyasiga ham ilovalarni yuklab qo'yamiz va hozir shu yerga ham silkani chiqarib qo'yamiz. Keyingi yangilik Vladimirdan keldi. Bu yerda harbiy xizmatdan o'tayotgan shaxslar aynan shu millatchilarni har xil bo'lgan gaplarni eshitib, Vladimirda joylashgan va ishlab kelayotgan mehnat muhojirlarga tegishli kafelarga yondirib yuborishga qaror qilishgan. Bu haqida Vladimirning FSB xodimlariga ma'lum bo'lgan va ular bu shaxslarni qo'lga olishgan.
задумку и мысли по созданию отряда для противодействия незаконной миграции. Хотели бороться радикальными способами. С кем хотели бороться? С радикальными настроенными мигрантами против населения российской страны. Rossiyada eng arzon patentga ega bo'lgan hudud aniqlandi. Xullas, 2026-yilda eng arzon patent to'lovi bu 3610 rubl. Qayerda bo'ladi deb o'ylaysiz? To'g'ri javob Checheniston. Ha, aynan Checheniston hukumati mehnat muhojirlariga eng arzon patent to'lovini o'rnatishga qaror qilishdi. Bunga asos bo'lganligi Chechenistonda qurilish va qishloq xo'jalik sohasida ishchilar yetishmayotganligi. O'zi Kavkazda, Dog'iston, Chechnya, Ingushetiyada ko'p bizning vatandoshlarimiz ishlab kelishmoqda. Ular Rossiyaning katta shaharlaridagi ko'p emas, lekin shu yildan yilga bitta joyga borib ishlayotganlar soni kam emas. Xullas, Chechenistondan va umuman Kavkazdan bizni ko'rayotganlar bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday? Moskovskiy oblastining hokimi Andrey Vorobyov mehnat muhojirlar haqida gapirib chiqdi. Xullas, uning so'zlari bo'yicha Rossiyada yaqin vaqtda mehnat muhojirlar o'rniga Moskovskiy oblastining skladlarida, JKXlarida robotlar ishlash kerak. Uning so'zlari bo'yicha Moskovskiy oblasti skladlarida уже shu sortirovщикlar o'rniga robotlar ishlamoqda va 2026-yilda bunday elektron robot xodimlarning soni faqat ko'payib kelaveradi. Men o'ylaymanki, Andrey Vorobyov bu gaplar bilan sal shoshildilar. Chunki Rossiyada afsuski iqtisodiyot hozir bunday robotlarni sotib olib xarajat qilishga tayyor emas. Balki bir qandaydir katta firmalar shu Andrey Vorobyovga o'xshaganlar kelib, ularga ko'zbo'yamachilik uchun bitta skladga, sexga bunday robotlarni qo'yib qo'yishi mumkin. Lekin 90% asosiy pul olib keladigan sohalarda baribir odamlar ishlatiladi. Chunki odamlarning xizmati robotlarga qaraganda hozir baribir arzonroq. Balki kelajakda Rossiyadan shu sanksiyalar olingandan keyin, dunyo bo'yicha siyosat o'zgargandan keyin robotlarning soni Rossiyada ko'payishi mumkin. Lekin yaqin vaqtda baribir shu o'zbekistonlik, tojikistonlik, qirg'izistonlik robotlar ishlab kelaveradi. Hurmatli do'stlar, bugungi yangiliklarimiz shu loyihalardan iborat. Sizni va oila a'zolaringizni men kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman va 2026-yilda hammamiz shu musofirchilikda ishlab yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz Allohning panohida bo'lsin.